Men aka bo'lmasam biz sizni tabriklaymiz. Ana bo'lmasam 1 million rubl. Oshingiz bo'lsin aka, yaxshi qo'limizda bor. Dokument kalitlari puli bilan. Aka, avvalam tabriklayman. Yaxshi. Qadrdonlarim, barchaga assalomu alaykum. Bugun esa mashinalar topshirish jarayonidamiz. BMW 7 Series Business Class qarang akalar. Va qo'limizda ko'ryapsiz bir pachka pul. Akalarimiz taksi bob mashinalarida Hyundai Solaris bilan Kia Rio'ni pulini olishga qaror qilishdi. Baribir Kia Rio Solaris qo'yapmiz. Shu munosabat bilan pulini berdik. Shu pulga rozi akalarimiz, qancha bundan qimmat turadi mashinalarimiz. Sizlarga ham iloyim nasib qilsin deb qolamiz. Yangi o'yinga startni berdik do'stlar. Уже 500 ta bilet sotildi. O'ting o'z omadingizning O'zbekistondan mashinalar va Tojikistonlik, Qirg'izistonlik aka-ukalarimiz uchisi mana bundoq qilib qo'llariga nalichi naqd pulni Sankt-Peterburgdan shaxsan men o'zim topshiraman. Bo'lmasam videoni oxirigacha ko'ramiz. Qadrdonlarim, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Oybek Abubakirov, kanalimizga xush kelibsizlar do'stlarim. Finalimiz o'tib, g'oliblarimiz kirib kelishgan. Mana shu akalarimizga bugun omad kulib boqibdi. Avvalam chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bu akalarimiz o'rnida kelasi o'yin sizlarga ham nasib qilsin deb qolamiz. Yangi o'yinga startni berganmiz. 500 saloshiq biletimiz уже sotildi. Kecha startni berdik. Kimki bilet olmagan bo'lsa, o'z omadini sinamagan bo'lsa, bu safar mashinalar O'zbekistondan bo'lgan akalar. Главный priz esa Nissan Elsem, ya'ni har bir aka-ukamiz juda ham yaxshi bo'ladi. Gibridda biz omadingizni sinab ko'rasiz. 2000 rubl chipta bahosi do'stim. Va ikkita Cobalt avtomat korobkada pachka bo'lgan. 4 ta $1000, 4 ta $500, xullas Telegramda hamma ma'lumotimiz bor. Yuringlar akalarimiz bo'lsam tabriklaymiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling aka. Xush kelibsizlar avvalam. Eng g'olibimiz siz aka bugun. Bantilar bilan mashinani qarang. Ikki og'iz aka endi o'zingizni tanishtirsangiz, qayerdan bo'lasiz? Bu qanchadan buyon ishtirok etib kelyapsiz? Samarqanddan, Narpay tumanidanman, Oqtosh shahridan Valib Sherzodman. Bu o'yinda mana o'zi guvoh bo'lib turibman. Ishonch bor. Allohga shukr, mana glavniy prizni yutdik. 4-o'yinimda bu. Qisqasi 4-martada mana Alloh xudoga shukr berdi mana. Nechta bilet oldingiz bu o'yinimizda? Bir dona. Nechtadan olib kelardingiz? Bundan oldagi o'yinlardan 3 ta oldim, bitta olib kelayotgandim keyin. Ishtima chiqmadi. Yo'q. Birinchi katta prizingiz. Birinchi katta priz. Yo'q. Tavakkal. O'zi kim tavsiya qilgan aka kanalimiz? Bir ukalarim bor edi, o'rtoqlarim bor edi. O'shalar tavsiya qiladi. Ular pul yutug'i yutgandi-da, katta prizmas tavsiya berdi. Nima ish qilaman deysiz aka? Manaqa dizaynerskiy, arxitektorning ularda ishlab chiqarish, manaqa skameyka, kacheli shunaqa. Sexda shu. Akamiz Sankt-Peterburgdan, akamizga yo'l kira ham tekin bo'ldi do'stlar. Omad kelib. Gap yo'q aka. Oshingiz bo'lsin. Bu shuncha inson ishtirok etgan, siz g'olibimisiz aka. Mana mashina turibsiz, qanday emotsiya, ощущение bo'lyaptimi aka? Hozir ishonch bo'lyapti dedingiz, mashinangiz yoningizda. Dokumentlari 3 ta kaliti bilan qo'limda aka. Конечно, odam hayajonda bor hammasi. Yo'q, haligacha bo'lmayaptimi ishonch? Haligacha. Yo'q, ishonch. Men aka, bo'lmasam biz sizni tabriklaymiz. Ana bo'lmasam. Antigimizni olib qo'ydik. 3 ta kaliti bor mashinamiz. Dokument, dogovor hamma yo'q mana shu yerda aka, shuning tabriklaymiz bo'lmasam aka. Eng baxtiyor insonimiz do'stlarim. Dokument oldingiz, kaliti qo'lingizda aka. Endi ishonch bo'lib turgandir. Ishonch bo'lib turibdi aka. Gap yo'q aka. Samimiy so'zlar bo'lsa yo'llang aka. Shu hamma musofirdagilarga tavsiya qilaman. Hammaga yutuqlar nasib qilsin. O'ynangizlar, mana ishonch bor. Sizlarga katta rahmat. Shu o'yinda ishtirok qilganlaringiz uchun. Hammaga omad. Omadingiz bersin aka. Qanday zo'ring, yaxshi kuningizga loyiq xizmat qilsin. Sotsangiz ham to'ylarga, uylarga buyursin. Aka, kelingchi yaqinroq. Adashmasam maykada chiqqan akamiz shu yoq bo'lishadi. Gap yo'q aka, hamma o'zimizniki. Ikki og'iz bo'lmasa mikrofonni ushlab yaqinroq aka, shamol bo'lyapti. Avvalambor assalomu alaykum barcha musofirda yurgan aka, opa, singillarimizga, ukalarimizga hammaga assalomu alaykum deyman. Hurmatli obunachilar, qo'rqmasdan mana Allohga shukr, do'stim yutdi, muborak bo'lsin. Qo'rqmasdan biletlarni olaveringizlar. Hech qanday hech narsa mana emas, nima desam ekan, yolg'on emas, yolg'on yo'q, boshqa yo'q. Даже mana shu do'stim
finalda o'yinini kuzatib turmasdan turib bizlarga telefon bo'ldi. Mana hamma guvoh. Tavakkal qildi Allohga, Allohim berdi, adolatli bo'ldi. Allohga shukr. Sizlarda ham o'yinlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Allohim bardavom qilsin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Sizlarda ham mana shunday akalarimiz ko'p bo'lsin. Mana shunday haqqoniy o'yinlar, haqqoniy o'yinlar bo'lib tursin. Mana shunday do'stimga ham bir-ikki og'iz so'zim, tabrigim. Do'stim muborak bo'lsin. Barakasi bilan bergan bo'lsin Allohim. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Doim niyatlaringga yetib yurgin. Omad tilayman. Sog' bo'lingizlar akalar, sizlarga ham katta. O'zi ishtirok etyapsizmi yo endimi? Nasib inshaalloh. Men endi Xudo xolasa. Ishonch bo'ldi endi. Ishonch 100%. 100%. Даже bizdan keyin res mana shu bizlarga tegishli bo'lgan o'zimizni mana shu Samarqand viloyat Narpay tuman Oqtosh shahridanmiz. Hamma o'zi davom etadi. O'sha narsani davom etadi. Moskvada kim boshqa shaharda hammasi inshaalloh. Tanish bilishlar bo'lsa gruppalarga tashab aka. Dokument ko'rsating aka. Ana bo'lmasa. Tabriklaymiz akamizni. Gap yo'q do'stlarim. Aka yaxshi kuninglarga buyursin. Oshingiz bo'lsin aka. Keyin bir qator shundoq kirib chekingiz bilan biletingizni ko'rsatib qo'yaylik-da. Xo'p, do'stlarim, mana akamiz olgan bilet raqamlari 379-raqam Sherzod aka ismlari akamizni. Bir dona bilet oldingiz bu o'yinda. Bir dona biletni akamizga omad kulib oldi. Nomer telefonga tashlashgan 260 60 60 2000 rubl. Bundan oldin ham shuni chiqib ketib qoldik. Bundan oldin ham mana BMW MKda 3 ta olishgan ekan, 4 ta ham ekan. Bundan oldin ham olib kelishar ekan. Xullas 3 ta o'yindan men ishtirok etib kelar. Aka sog' bo'lasizlar, nasib qilsin Allohim. Bo'lmasam do'stlarim yuramiz. Kelinchi aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Do'stim, bu akamiz Sirdaryodan edilar. Akamiz Sirdaryodan o'sha O'zbekistonda edilar. 22 ta bilet olib, bu akamiz bugun mana Hyundai Solaris nasib qildi avtomat korobkada. Radnoy akalari Moskvadan kirib kelishdi. Endi akalarga topshiramiz mashinani. Avvalam yonimizda pul turibdi. Akamiz telefon qilib, puli muhimroq deyishganiga dogovor ham qildik. Mana hammasi ochiq oydin. Efirda. Shu munosabat bilan ko'rsatib qo'yaman. Baribir Solaris Kiyori'ni olyamiz, qo'yamiz hadovoy mashinalik uchun. Aka, avvalam sizni tabriklaymiz. Shunchalik ukangiz yetishibdi. Ikki og'iz endi sizga so'z. Qanchadan buyon ishtirok etishardi? Bu o'yinlar borligidan xabaringiz bormidi? Xabarim to'g'risi yo'q edi. Menga ham kutilmagan sovg'a bo'lib qoldi bizga ham bu. Ukam endi kuzatib kelgan, o'sha aytganidek, sizlarning o'yinlarni endi kuzatib kelgan. Shu yil bir katta riskovat qilib, shu 22 ta biletni olib, shu safar bir o'ynadi. Mana Xudoga shukr omadi kelib, hammamizni xursand qildi. Mana omadi kelib, bitta Hyundai Solarisni yutib oldi. Siz bilmagandingiz? Yo'q. Sal yaqinroq yo'q, men bilmagandim haqiqatan ham. Shu YouTube kanalingizda ko'rib qoldik shuni. Men ham kanalingiz bor edi. Endi biz tomosha qilib o'sha ertasiga bizga jo'natib qoldi shu anida yutganda. Ancha xursand bo'lib qoldik. O'zi bunday o'yinlar tashkil borligidan xabaringiz bormidi? Endi bor, yo'q, to'g'risi ishonmasdim. Ha, shunday, to'g'risi ko'p, bunaqa kanallar ko'p, ishonch bo'lmagan, to'g'risi. Eshitganmiz, yutganlar ham bo'lgan, eshitganmiz, nima deydi, YouTube kanaldan chiqarib yuborib, xullas o'sha yutuqlarni ham bermaganlari bo'lgan, eshitganmiz. Shuning uchun endi kuzatib qiziqib kelganmiz, lekin mana endi ishonch hosil qildik. Endi mana shu sizning kanalingizga obuna bo'lib, Xudo xolasa dalshi yana o'ynash niyatlarimiz bor. Bo'lmasam 22 ta bilet olishdi. Bu akamiz juda qattiq riskovat qilishgan. 22 ta bilan endi Xudoyim bersa bittaga ham beradi, o'zingizlar ko'ryapsiz. Lekin shans ko'paytirgan bari boshqa do'stlarim. Aka bitta olgan chek biletlarini ko'rsatib yuborasiz. Ekranga ko'rsatasiz. Mana Azizbek to'g'risi, mana jo'natgan manolari pullari, mana bu biletni olgan. Xo'p, akamiz 22 ta bilet tashlab berishgan. Akamiz bilan gaplashdik, hamma yo'g'ini surishtirib, ko'rib, gaplashib, mashinamizni puliga ham dogovor qildik. Qancha mashinamiz qimmat turadi, lekin mana shu pulga akamiz rozi bo'lishdi.
20 rubl. Aha. 2 marta 20 rubldan. Ha, 1 marta 20 22 ta bilet bo'ldi. 2 marta tashlagan 20 ming. Bo'ldi, tushundik aka. Tabriklaymiz aka, osh bo'lsin. Mayli, rahmat. Mana shu do'stlarim. Narxini ham aytishdim aka sizga. Mana shu kelishilgan narx. 1 million rubl. Oshingiz bo'lsin aka, yaxshi kuninglarga buyursin. Rozimisizlar axir? Albatta rozimiz. Siz ham rozi Samimiy bo'ling. so'zlar bo'lsa oxirgi marta. Hurmatli obunachilar, mana hurmatli musofirlar, o'ynanglar, haqiqatan ham Oybek Abubakirov kanaliga a'zo bo'linglar. Qo'rqmasdan, ko'ngilni to'q qilib, mana Xudoga shukr biz yutgan mashinamizda emas, pulini kelishgan holda rozichilik qilib oldik mana pulini. Ishoninglar, biletni qo'rqmasdan olinglar va yutuqlaringni kelib olib ketaverasizlar. Yaxshi kuninglarga buyursin, osh bo'lsin aka, yana bir bor. Siz ham darsda davom eting. Albatta, xudo xohlasa. 3-g'olibimiz Usta akamiz, aka yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Ovqat qolmaysizmi? Bu Moskvadan keldinglar, sovuqmi deyman-da? Peter sovuq ekan. Kecha issiq edi bizda ham aka. Bo'lmasam tabriklayman aka. Yaxshi kuningizga iloyim nasib qilsin. Shunday mashina yutish nasib qildi akamiz. O'zingizni tanishtirasiz, nechta bilet oldingiz aka? Sal yaqin. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga. Men Samarqanddan, Ishxondan bo'laman. Bir dona bilet olgandim. 2 yildan beri o'ynayman. Har zaman oyda bir, 2 oyda bir o'ynayman. Nasib bo'lsa meni Kia chiqdi. Xudoga shukr. Oldin o'tgan yillar o'ynaganimda 5000 rubl yutgandim. Endi meni Kia chiqdi, xudoga shukr. Rahmat. 5000 rubl yutgandim. Unda ishonmagandim uncha. Endi Kia chiqqandan keyin undan ham ishonch kuchaydi. Hammaga tavsiya beraman. Ishonchli o'yin. Hamma o'ynasa ishonchli. O'ynasa bo'ladi. Bo'ladi. 5000 yutganda bo'lmaganmi ishonch? 5000 yutganda uncha ishonch bo'lmagan. 5000 yutganda men O'zbekistonda edim. O'zi aslida O'zbekistondan kelishimda kutilmagan bo'lgan 5000 ham. Aeroportdan tushganimda o'zi telefon qilgan, 5000 yutgansiz, kartonimni tashlasangiz tashlab beramiz deb. Unda ham kutilmaganda bo'lgan lekin. Mashina bor boshqa. Mashina bor boshqacha lekin. Bu akamizdan pulini olishga qaror qilgan akamizni tabriklaymiz avvalam. Qo'limizda dokument kalitlari puli bilan. Aka, avvalam tabriklayman. Yaxshi kuningizga buyursin. Tagidan shamol o'tib, mayli endi mashinani biz o'zimiz qo'yib barib olyapmiz, to'g'risi yashirganimiz yo'q. Puli iloyim yaxshi kuningizga buyurib xizmat qilsa aka. Bizni eslab, obunachilarni eslab bir komitetingizga ishlatasiz. Olgan bilet chekingizni bir qator ko'rsataverasiz bizga bo'lsa. Xo'p, ekranga mana nechta bilet oldingiz? Bir dona. 14 ta 26 ekan. Tavakkal. Chekingiz ham. Nechta o'yindan buyon ishtirok etib kelasiz aka? Bor. Har o'yindan olaman bitta, ikkita. Xo'p, nargi o'yinlarimizdan ham bitta olib kelgan ekansiz. MKda 2 ta, 3 ta bo'lgan ekan, ha? Bunda ham bo'lgan ekan, gap yo'q aka. Tabriklaymiz avvalan. Ko'ryapsizlar, hamma yo'g'i bor. Akamizga nasib qilibdi. Osh bo'lsin. Sizlarga ham akalar mana shu yerlarda turib mashinalarni olib ketishlar nasib qilsin deb qolamiz. Omadinglarni bersin do'stlarim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar akalar.